Assalomu alaykum, hurmatli Asl Cho'pon obunachilari. Ana bugun Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'ida o'zimizning xonadondan video syomka qilyapmiz. Hafta kuniga shanba 21-fevral 2026-yil. Mana o'sha mashhur mashinaga olib chiqadigan Sarkamiz. Sarka. Granitsan chekkasida yuribmiz voqea. Qo'ylarimiz eti yaxshi, semiz. Narx kelsa sotiladi akalar. Buni ko'p gap hangamani cho'zmaymiz. 7 million so'mdan 6 million so'mgacha bor. Buna qo'ylar. Qo'ylarimiz sal tusurab devoriyat. Bahor kayfiyat, ko'm-ko'k, oyog'ini yozib, chigalni yozib yurib qo'ylar. Qo'ylarimiz ham o'sha sentyabr oylarida olingan bu qo'ylar. 4,5 million, 5 million so'm ko'p olingan. O'sha paytda. Olishda ham akalar o'zlarimiz ham yaxshi qo'yib boqqanmiz. Olishda ham o'zi yaxshi narsa boqilgan. Yaxshi qo'yib boqsangiz hamisha yaxshi. Tekta qo'ylarimiz oyoq og'riyapti ularning. Oyog'i nechi yozilib ketadi. O't yozib boradi. Ham dalada yuribdi. Bu ikkinchi otar. O'zimizning Instagram kanallarimiz ham bor. Asl Cho'pon degan Instagram kanaliga ham o'tib tursangiz, bittasi Hisori Qo'chqorlar kanali, ikkinchisi ikkita Asl Cho'pon kanali, ikkita Asl Cho'pon kanali bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamisha o'g'illarimiz ikkita o'g'lim bor, Javohirimjon Tomirim, Avazbek akalasi chiqarib turibdi. Har kuni nima yangi soha bo'lsa chiqarib turibmiz. Mana shu qo'chqorimiz ham urug' qog'ashi zo'r. 7 million so'mga ketdi. Ana bu shaharda Sapar 60 degan odam bor. Bosh shaharda. O'sha ham qo'zlar. Qarang, nimalar. Mana uzun qo'y. Bitta meronasimiz bor, bitta so'yib yeyishga. Bu kallalarni qarang. Boqishga ham, urug'ga ham sotilaveradi. Ichida urug'lar ham ko'p. Ko'raman desam, mana shu qo'ylar ham urug'ga. Tiktumda qo'ylar. Bu kashtanga bor. Buning hammasi urug'ga chiqavermaydi bu qo'ylar. Hammasi urug'ga emas. Hammasi ham bo'lavermaydi. Mana qo'ylar hali kechroq tayyor bo'ladi, badan ariqroq qo'ylarning. Bu qo'yimizning badani og'riyapti. Chovlangan bashara bo'lib. Xudo xolasa qo'ylarimiz eti semiz, juvoy vesiga 70-75 kilo, 65 kiloliklari ham bor, 60 kiloliklari ham bor, kam nisbatan. 75 kilo srednisi 50%, 75 kilodan keladi. 50% shu qo'yning yarmi. Shu yerda qo'yimizning soni 150 ta, 150 bo'lsa 75 tasi 75 kilodan keladi. Shu qo'ylar 80 dan ham urib qo'yadi shu qo'ylarimiz. Qolgani 68, 65 shu atrofda chiqaveradi. Endi toza havoda yuribdi bu qo'ylar. Masalan, ko'kot yegan yo'q. Uydan chiqaramiz, ikki mahal yemaydi. Yemi qaynatilgan bug'doy bilan kepak hamisha shu. Ikki mahal hashagini beramiz, ikki mahal yemini beramiz. Shu lekin biz ham olishda bu qo'ylarni 5 million so'mdan olganmiz. Mana shu qo'ylarni o'zimiz olganda ham 5,5 million so'mga tashlab qo'yganman. Yaxshi qo'y, yaxshida hamisha. Parvoz farqi bilinadi-ku. Farq. Masalan, hozir qo'ydi, olgan bilan buni qo'ydi ko'ryapsizmi? Bu ham qo'y, mana bu qo'yimiz. Qo'y bo'lganidan farq borda, mana qo'ylar ham zo'r, o'zi 5,5 million so'mga olingan. Jindagina shoxchasi bor. Buni qo'y. Lekin bu yil bizda amal ertaroq menimcha.
hamma tomon ko'k tusga o'raldi hamma tomon. Havomiz bulut. Yomg'ir yog'aman deyapti. Mana shu qo'ylarim oyoq qo'lim mustahkam qo'yman shu qo'ylarim. Tiniq oyoqlar. Bu oyog'i debman. Bu yo'talganlarga e'tibor bermaysiz. Biz qo'y toza havoda yuribdi bu qo'ylar. Tani sog'da qo'ydim, tani sog'. Tani sog'. Boyagi safar olib peshib degan odamning qo'yi bu. Jush chiqaramiz oyoq polvonga o'xshab. Telefon nomer qo'yib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. 400 tacha qo'y bor. 400-500 tacha bor. Narx kelsa sotiladi. Xudo xolasa endi qo'qonlarga ham ortamiz. Qo'qonlarga ham ortamiz xudo xolasa. Bu qo'yimiz ancha tuz surapti. Qanday? Atmosfera zo'rmi? Atmosfera. Qo'ylar qanday qo'ylar? Atmosfera zo'r. Qo'ylar zo'r. Qo'ylar et semiz. Boqsa ham, so'ysa ham yaraydi hamma narsaga. Tiniq qo'ylar. Qo'ylarga gap yo'q. Like'larni bosib qo'yasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.